Mana Orelada idrok o'quv markazimizni o'qituvchilari ham ishtirok etishyapti. Men ularni taklif qildim. Qatnashinglar. Chunki bizni o'quv markazi uslubi bu ham sizlarga foydadan xoli bo'lmaydi. Bizni o'quv markazi uslubi arab tilini o'rgatadimi, ingliz tilini o'rgatadimi? Men aytaman, 5-10 daqiqa bo'lsa ham orada tarbiyani o'rgatinglar. Bizani markazimiz tarbiya bilan alohida ajralib turishi kerak. U IELTS'ni o'qisin, IT'ni o'qisin, tarbiyasiz zo'r bo'lib chiqsin. Ana o'shanda bu yutuq bo'ladi. Markazimiz uchun ham, millatimiz uchun ham, hammamiz uchun. Agar kimnidir qo'lidan kelsa, mayli bemalol qilsin. Bu alohida bir mualliflik bilan pechatlab yo boshqalar qilmasin deydigan holat emas. Qani hamma markazlar shunaqa qilsa, zo'r holat bo'lardi. Nafaqat ilm, balki bizga tarbiya ham kerak bo'ladi. Buni avvalo o'zimiz, biz ustozlar va ota-onalar tushunib yetishimiz kerak. Tushunib yetsak, qalbdan keyin o'quvchilarga yetkaza olamiz. Bir narsani avvalo o'zimiz tushunamiz, keyin o'quvchilarimizga, farzandlarimizga yetkaza olamiz. O'shanda qalbimizdan chiqadi bir gap. Qalbdan chiqsa, boya aytdim, qalbimizdan chiqsa, bolalarni qalbiga yetib boradi. Qalbiga yetib bordimi, bo'ldi. Endi ularni o'zingiz istagan yo'lga sola olishingiz osonroq bo'ladi. To'g'ri, 100% natija qayd qilish qiyin narsa. Ammo imkon qadar, masalan 90 bo'lar, 80%, 70% bo'lar, imkon qadar bolalarga o'zingizni maqsadlaringizni, albatta ijobiy maqsadlarni, yaxshi ezgu tilaklaringizni bolalarga singdira olasiz shunda.